2026 yilgi Chevrolet Corvette Seeker modeli sport ruhini zamonaviy texnologiya bilan birlashtirgan holda taqdim etiladi va u Chevrolet tomoshabinlari uchun juda qiziqarli variant hisoblanadi. Ushbu avtomobil tashqi dizaynida agressiv va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Old panjarasi past va keng bo'lib, yuqori tezlikda barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Korpusda yengil kompozit materiallardan foydalanilgani sababli vazn kamaygan va boshqaruv ancha aniq bo'lgan. Ichki makonda haydovchi markazga qo'yilgan bo'lib, barcha boshqaruv elementlari qulay joylashgan. Raqamli panel va katta sensorli ekran zamonaviy interfeysni taqdim etadi. Dvigatel qismida kuchli va samarali benzinli agregat ishlatilgan bo'lib, tezlanish juda silliq va tezkor, shuningdek yoqilg'i sarfi optimallashtirilgan. Transmissiya sport rejimida tezkor almashuvni ta'minlaydi va kundalik haydashda ham qulaylikni saqlab qoladi. Osma tizimi yo'l sharoitiga moslashib, burilishlarda ishonchli tutashuv beradi va notekis yo'llarda ham komfortni kamaytirmaydi. Xavfsizlik texnologiyalari orasida adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash va kor nuqta monitoringi mavjud bo'lib, ular haydovchini qo'llab-quvvatlaydi. Multimedia tizimi tezkor ishlaydi, smartfon integratsiyasi to'liq va ovoz sifati yuqori darajada sozlangan. Ushbu model yosh haydovchilar va sport avtomobil ishqibozlari uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, oilaviy safarlar uchun yetarli qulaylikni ham taklif qiladi. Salon materiali sifatli bo'lib, uzoq masofalarda charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Bagaj hajmi oz sinfi uchun yetarli va kundalik ehtiyojlarni qoplaydi. 2026 Chevrolet Corvette Seeker bozorda raqobatchilariga nisbatan o'ziga xos uslub va kuchli xarakter bilan ajralib turadi. Agar siz sport avtomobillari, texnik xususiyatlar va real haydash taassurotlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, Chevrolet kanalidagi ushbu video siz uchun foydali bo'ladi. Videoda dizayn, texnologiya va amaliy jihatlar batafsil.